Tibbiyot doimiy yangilanib, takomillashib boradigan soha. Shuning uchun ham bugun ushbu tizimda amalga tatbiq qilinayotgan ilg'or texnologiyalar aholining salomatlik ko'rsatkichlarini yaxshilash, xastaliklarni erta aniqlash va samarali davolash imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda. Bugun ilm-fan qancha rivojlanmasin, kishi o'z sog'lig'i uchun avvalo o'zi mas'ul ekanligini his qilmasa, salomatlikka xavf soluvchi muammolarni bartaraf etishi mushkul. Mazkur hayotiy haqiqatni keng jamoatchilikka tushuntirish uchun avvalo unga o'zimiz chuqur amal qilishimiz lozim. Tibbiyotdagi bu ixtisoslik alohida e'tibor, ko'mak, parvarish, g'amxo'rlik, yordam ko'rsatish zarurati tufayli yuzaga keladi aslida. Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida sektorlar tomonidan amalga oshirilayotgan maqsadli ishlar ana shunday ezguliklarga xizmat qilayotganligini e'tirof etish lozim. Sharof Rashidov tuman tibbiyot birlashmasi o'tgan yilning shu davriga taqqoslaganda juda katta ko'rsatkichlar bilan ilg'orlab ketdi. Birlashmaga eng zamonaviy tibbiy jihozlar keltirildi. Malakali shifokor va hamshiralarga qulay mehnat sharoiti yaratib berildi. Buning uchun tumanning byudjetidan orttirilgan mablag'lari hisobidan 3 milliard 374 million so'm ajratilganligini alohida aytib o'tish lozim.